boshladik bolalar. Xo'sh, 22 qilib qo'ydik. Band 9 mana birinchisini. 7 dagi strukturali men bola chiqib ketganim yo'q, men manetda yozganman. Bilmadim, kechagida yana shunaqa bo'lyapti. Ovoz yaxshimi? To'xtanglar, ekranni qo'shmayapman. Ekran qo'shilgandi-da, manetda bilmayman, internet bitta o'chib yondi, shu bilan yo'q hammasi. Connection bo'lib qolgan. Hammasi yaxshi yo'q bitta bo'ldi. Yaxshimi hammasi? Davom etaveraylik sekin. Participle clause'lar boshlab. Internet o'chib qolsa, manetga yoniga qo'yib qo'yaman. Kimdir mikrofon hammada ishlayapti-ku. Aytvoringlar, ustoz ekran ko'rinmayapti, nimadir muammo bo'lyapti. Hammada ishlayapti ekan. Bo'ldi, yaxshi, ketdi mana. Participle clause'lar qaranglar. O'rtaga yozaman. Today's lesson sheet deb. Today's lesson sheet shart. Hozir rekord bo'lyapti. Okay, rekord bo'lyapti ekan. Qaranglar. Participle clauses. Mana bu band 6 hisoblanadi. Qaranglar. Band 6 darajadagi qanaqa bo'ladi? The man is standing here. Kishi bu yerda o'tiribdi. He's my friend. U meni do'stimdir. Oddiygina grammatika hisoblanar ekan. 7 ga taqqoslaydigan bo'lsak, the man who is standing here is my friend. Ana kishi kimki bu yerda o'tirgan kishi meni do'stim bo'ladi. Endi qaranglar. Buni ham mana buni shunday o'chirib tashlasam, mana standingda to'g'rilab qo'yadi. Endi qaranglar mana. Who is standing here? Mana shuni ham o'chirib tashlaydigan bo'lsam, bolalar band nima 8 ga o'tib ketar ekan. 8 ga o'tib, mana the man standing here is my friend. Mana bu verb 1 bo'ladimi, verb 2 bo'lganmi, shunaqa bo'lishidan qat'iy nazar hammasi verb ing ga o'zgarib ketar ekan. Participle clause'lar o'zi 3 xil turi bor ekan. Birinchi turini hosila bilan ko'ramiz. Participle 1. Bu mana qaranglar, verb ing hisoblanar ekan. Mana verb ing qanday qilib qo'ysam bo'ladi? Plus deb qo'yaman ekan mana. Verb ing bilan bo'lgan qismi hisoblanar ekan. Ko'rinyapti, muammo yo'q. Okay. Ikkinchisi mana participle 2. Mana qaranglar, verb ed yoki verb 3 deb qo'ysam bo'ladi-ku. Qanday qilsam bo'ladi? Mana plus ed kichkina harfda ed yoki shunda mana verb 3 bo'lar ekan. Bu passivga ishlatilishida. Endi qaranglar, participle 3 bor ekan. Participle
Tak, having. Verb id. Xo'sh. To'rtinchisi natijani izohlab ketishi. Qaranglar. To'rtinchisi shart emas. To'rtinchisini yozishim. Having participle 1 hozirgi yozayotganimiz, bugungi ko'radiganimiz, participle 2si passivda ifodalash. Mana buni men hozirgi mana bu ko'radiganimiz active voice uchun ishlatiladi. Voice. Active voice uchun ishlatiladi. Mana bu passive voice uchun ishlatiladi. Bunda ham qaranglar. Bu ko'proq ikkita ish harakat birdaniga bo'lishini yoki ikkita ish ketma-ket bo'lishida ishlatiladi. Har bittasini tagida misol bilan ko'rib ketamiz. Buni strukturasi qanaqa bo'ladi? Mana participle birdiki. Subject 1 plus verb. Verb 1 bo'lishi mumkin, verb 2 bo'lishi mumkin, verb 3 bo'lishi mumkin. Bu narsani aniqini bilmaymiz-ku. Mana yerda verb ing ni yozdik biz bitta misolda ko'rib. Hammasi verb ing bo'lib ketmaydi deb aytib qo'ydik. Subject plus verb nima desam bo'ladi? Verbni o'zini qilib qo'ydik. Verb plus qaranglar. Verbdan keyin nima kelgan? Object kelgani, objektni nima deb sizlarga tushunarliroq qilib qilib qo'yaman bo'lam. Object keyin qaranglar. Yana bitta verb kelar ekan, mana yerdagi verb to be da endi. To be bo'lmasligi mumkin. Bitta qayerdadir ishlaydi yoki biror joyda ishlaydi deb qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyin yana object kelar ekan. Endi qaranglar, mana bu narsa. Bunga qarab o'zgarib ketadi degani yo'q. Hammasiga qaranglar. ing qo'shilar ekan. Qanaqa id bo'lganmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bular o'zgarmar ekan. Bular nima berilgan bo'lsa, o'shanaqa shaklida ketaverar ekan. Tushunarli? Yoki mana qaranglar, subject 1 plus bent 7 dagi relative clauses plus yana bitta verb. Relative clause'da object keladi. Who is deb aytilgan. Mana who is deb mana shu object subject bo'lib ketganda shuni o'zi. Shunaqa. Keyin qaranglar. Bu yerda object kelgandan keyin yana bitta nima keladi? Verb kelar ekan katta harfdan. Yana bitta verb, yana uchinchi object kelar ekan keyin. Hozir bitta misol bilan ko'rib olamiz. Qaranglar. Nima desam bo'lar ekan? The notebook. Notebook. Qaranglar, the computer deb. Relative clause qo'yaman. Which works mana. Works well. Qaysiki yaxshi ishlaydigan notebook is yo'q, cost deb qo'y, qimmat turadi. Notebookga nisbatan bitta bo'lgani uchun qimmat costs expensive deb qo'yim. Qimmat turadi. Notebook qaysiki yaxshi ishlaydigan notebook qimmat turadi. Endi mana shuni shunday o'zgartirib yuboradigan bo'lsam, qaranglar, bu pastkiga bo'libdi-da, pastkiga relative clause qo'yapman. Endi qaranglar, the computer. Yo'q. Qaranglar, relative clause ni shuni olib tashlayman. Mana bu worksni ham o'zgartirib yuborishim kerak. Shuni chizib qo'ysam mana shuni ustiga. Endi bitta rangga olsam. Sifati turibdi buni shundoq. Sifati o'zgarmaydi, turaveradi. Object keladi dedik. Working bo'ladi shunda. Working well, yaxshilaydigan, costs expensive. Verb 1 bo'ladimi, verb 2 bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zgarib ketar ekan. Shundan nusxa tepaga yozaylik mana shu narsani. Relative clause bilan kelishi deb. Xo'sh. Which works. Mana working well bo'lib ketdi. O'zgarib. Endi buni o'chirib tashlagan bo'ladi. Mana birinchisi hozirgi aytgan narsam verb ing bo'lib ketdi. Qanaqa kelishidan qat'iy nazar. Endi qaranglar, yana bitta misol bilan yozib tashlaylik mana shu narsaga. Qaranglar, men bought sotib oldim, telefon, mashinada, car. Men mashina sotib oldim. Qaysiki masalan, which mashinaga izoh berib ketyapman. Which works yo'q. Tez yuradigan, runs fast. Tez yuradigan nima qildim? Mashina sotib oldim. I bought car running fast. Tez yuradigan mashina sotib oldim. Qaranglar, mana bu yana o'zgarib ketdi.
ikkinchisida o'zgarib ketishi bu. Object bo'lib ketyapti. Men o'zimni hozir o'zgartirib qo'ya olmayman-da. Relative clause o'zgaryapti, e'tibor bergan bo'lsalaring. Mana shu narsaga ham e'tibor berib qo'yish kerak. Xo'sh, buni chizib olamiz. Yana misol yozib olamizmi xohlasanglar? O'tgan zamonda, bitta o'tgan zamonda misol yozaymi? Hamma chetdami? Hech kim yo'qolib qolmagan. Okey. Qaranglar. Men masalan ofisda. Yo'q. I was ofisda ishlatganim deyman ekan. Working. With the relative clause. With my friend, a man deb qo'yaman. A man who, the man deb qo'yaman ekan. Who o'tgan zamonda o'sha ishlayotganim, who o'tgan zamonda olaman-da, behaved. Yaxshi xulq atvorli. Well, at work deb qo'yib. Work. Men ishladim, yaxshi xulq atvorli inson bilan, kishi bilan ishladim deyapman. Endi mana shuni ham o'zgartirib qo'ysam, mana relative clause nima bo'lib ketyapti? Mana who dan boshlab ketyapti. Shuni o'zgartiraman. Mana o'zi turaveradi. I was working with the man deb qo'yib, mana shu narsani desam yana ham o'ralib the man. Behaving. Well, work. Yaxshi xulq atvorli inson bilan ishlaganman. Mana o'zgaradigan joyi relative clause'li joyi o'zgarib ketyapti. Tak. Yana mana shu narsani shunday to'g'rilab bitta x yozib qo'ysak, ana bola mana shunaqa bo'lar ekan. Rasm tasvirlashda ham masalan I saw masalan saw the man who masalan rasmda ko'ryapman. O'sha I see deb aytasizlarmi, endi bilmayman qanaqa aytasizlar. Endi o'tgan zamon bilan olib ketdim-da, taqqoslab hammasi o'tgan zamonga ketdi. Who is masalan ketayotgan. See bo'lsin mana shu. Who I am looking deb qo'yaman ekan. Mayli. Who is traveling deb qo'yaman ekan. Traveling around, yo'q, traveling by train. Poyezd orqali ketayotgan kishini ko'ryapman desalaring, mana bunga nechi berar ekan grammatika tomoniga? 7+ beradigan bo'lsa, mana qarang, 7+ beradigan bo'lsa, pastda mana uni yozib ketadigan bo'lsalaring, I see the man traveling. Mana sizlar joylarga yetib keldik. Traveling by train. The man is traveling by train desalang, mana bu tepada yozganimga o'xshab qolar ekan. Qaranglar mana. Bu bilan deyarli bir xil bo'lar ekan. Shuning uchun u narsani ishlatmanglar bolalar dedimda. Ishlatmanglar, shu narsa yaxshi emas dedim. Tushunarli bo'lyapti. Yaxshimi shu paytgacha hammasi bolalar? Tak. Endi bo'ladi. Qarab oringlar-da bitta. Okey, yaxshi-mi? Yaxshi hammasi bo'ldi. Ketdi. Qaranglar. Participle to ga o'tamiz endi. Participle to passiv bilan ishlatiladi. Hozirgina hammasi qaranglar. Passive voice da kelmaydi. Masalan, qaranglar. I was stolen deb qo'yam ekan. Men o'g'irlangan. Yo'q, nima qo'ymayman. Kidnapped deb qo'yam ekan. U ham shunaqa-da. Pul o'g'irlangan deb qo'ysam. Pul o'g'irlangan. The money was stolen. Pul o'g'irlangan deb qo'ysa, masalan, qaysiki shunday deb qo'ysa, mana buni men relative clause qilolmayman. Mana relative clausening ichida to'g'riroq mana. Qaysiki kecha o'g'irlangan pul topildi. Yo'q. Topildi deb qo'ysam, ikkalasini ham yozib yuboray, yaxshisi mana. Money is found. Pul topildi. Qaysiki kecha o'g'irlangan pul. Men pulni topdim deb qo'ysam ham bo'lar ekan mana shu narsa. Ikkalasini ham passiv qo'yarman. I found deb qo'yaman. The money
which was stolen yesterday deb qo'yaman mana. Qilib qo'yaman. Yesterday yozaveray. Kecha o'g'irlangan pulni topdim deyapman mana bunda. Kecha o'g'irlangan pulni topdim. Mana bu ishdan keyin keladigan gap qaranglar, o'g'irlangan bo'lib qolyapti-ku. Bu narsani verb ing bera olmayman. Tushunarli? Buni men participle to da aytib ketar ekanman. Xo'sh, hammada yaxshi o'zi. Endi qaranglar, buni strukturasi qanaqa bo'ladi? Qanday aytib ketsam bo'ladi? Qaranglar, masalan, buy degan so'z bor. Buy degani verb uchga olib ketadi, bought. Yana bor, masalan, read masalan o'zgarmaydi. Make da yozaylik. Make, made bo'lib o'zgarib ketadi. Verb uchi agar verb uni bo'lmaydigan bo'lsa, nima deydi? Noto'g'ri fe'l bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, ularga masalan played. To'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, ularga id qo'shilib ketaveradi. Endi buniki relative clause'niki qanaqa bo'ladi desanglar, mana qaranglar. Qaranglar. The man xo'sh, the money deb qo'y. Money which masalan was stolen yesterday. Kecha o'g'irlangan pul. Xo'sh, topildi. Men topdim deb qo'yam ekan. Topildi deb qo'y. Is found. Kecha o'g'irlangan pul, mana pul topildi. Mana bu gapni shunday olib tashlaydigan bo'lsam, qaranglar. Shunda men sariq qilib qo'ydim. The money is found. Found. Kecha o'g'irlangan pul topildi. Endi qaranglar, mana shu narsani qanaqa bo'lib ketadi? Shunday o'zgarishini yozib ketamiz. O'zgarishi bilan. The money verb o'chib ketar ekan. Bundagi eng asosiy narsa nima? Mana bu stolen-a. Shunda mana bu narsa ham yana o'chib ketar ekan, qaranglar. Mana bu tubi o'chib ketar ekan. Stolen yesterday. Mana kecha deb qo'ymayman, mana shu joyini yozaveraymi yo. Sizlarga noto'g'ri tushunarsiz bo'lmasin-da. Mana bu joy bilan is found bilan yesterday bunga taalluqli relative clause ga taalluqli bo'layotgani adashtira olmaydi. Xo'p, is found. Kecha o'g'irlangan topildi. Tushunarli, ha? Yana nima deb yozsak bo'ladi? Passivda. Xo'sh, yana o'g'irlamoqni yozamizmi? The man. Qaranglar. The man who was kidnapped yesterday. Kecha o'g'irlangan kishi, o'g'irlanilgan kishi bo'lyapti-da. Shunda kimdir tomonidan olib ketilgan kishi masalan went yo'q. Had gone qo'y. Gone to the supermarket yesterday. Yana yesterdaymi? Yesterday. Kecha o'g'irlangan kishi nima qilgan? Supermarketga borgan, borilgan deyapti. Mana bundan oldin nima qilingan? Kecha o'g'irlangan kishi supermarketga borgan. Buni perfektini bilasizlar, mana yerda nima bo'lishini. Biladi hamma. Been bo'lib ketadi. Endi qaranglar. Bu qanaqa bo'lib ketadi? The man. Bunda mana who was kidnapped degandan shundoq chizib olamiz. Sariq rangga olib qo'ydim. Kidnapped. Kidnapped yesterday. Had gone to the supermarket. Supermarketga borgani aniqlandi degan ma'noda. Aniqlanildi deb qo'ysa ham bo'ladi. Supermarketga borgan ekan deb aytib qo'ydik biz. Tushunarli? Qaranglar, mana bu narsaga o'zgarib ketgani-yu. Boshqasi yana mana. G'alati ko'rinadi, lekin bekorga 8 emasda. Uncha odam inglizlarda o'zi ham o'sha tushunmasligi mumkin. Kimdirlar aytib yurardi shuni. 8 plus bo'lar ekan. 7 plus bilan mana 8 plusni farqi borlar.
Speakingda endi sizlar qilayotgan narsalaring birinchi mana yerda aytib o'tgan narsa mana bu narsani sizlar aytardilar. Shuning uchun buni ishlatmanglar iloji boricha degani. Bekorga 50 dan oshiq chiqmaydi-da speakingda. Mana shu narsalarga ham bog'liq bo'ladi. Men bog'liq bo'lgani uchun qilinglar shu narsani deyapman. Bu yerda bekorga shuncha aytgan narsalari bekorga emas. Haqiqatan ishlab o'z natijasini berishi mumkin. Tushunarlimi? Bolalar mana qara. Ikkinchisi tugadi уже. Nima deysizlar shu paytgacha? Qanaqa tushunarsiz bo'lib ketdimi? Rekordi ham bor. Bemalol ko'rib olsang bo'ladi. Yarim soatdan bo'lib ketdi. Uchinchisiga dars o'tib olsak. Kim tushunmadi? Kim tushundi? Ustiga bosib o'ringlar mana shu narsani. Bo'ldi, mana klassga tushundim, qanaqa sarflashdi, faylni tashlab qo'ysangiz, mana shu tashlab qo'ysangiz, ertaga darsgacha qilib boramiz. Uchinchisini ko'rib olsak desanglar. 3 kishi tushunibdi, realni. 4 kishi. Hamma tushundim deymi? Kim yo'qdi? Xo'sh, Mahliyo yo'qdi, Ulug'bek yo'qmidi? Chetda ekan. Kim yo'q shunda? Menimcha hamma bor-a, ketdi darsi davom. Ikkinchisiga misol shart emasa, ikkinchisi passivda ishlatilar ekan faqat. Faqat passivda. Tushunarli-a mana passiv deb qo'yay mana. Passiv voice deb yozishim shart emasa, mana passiv deb qo'yay mana. Passivda ishlatilsa, bu aktivda ishlatilar ekan. Yozamiz tepaga. Qayerdan boshlangan? Qayerdan mana aktiv. Voice o'zi yozilgan ekan-a. Faylni tashlab bersam, bitta ko'rib olsalaring, anchagina foydali bo'ladi. Having verb uch. Bu qaranglar, both of them ekan xullas mana qaranglar, both of them. Ikkalasida ham ishlatilar ekan. Passive, aktiv mana aktiv and passive. Mana yozlar. Okay. Shuna yozib bittasi ko'p yozib oldikmi ekan? To'g'ri yozdimmi menimcha? Endi qaranglar. Aktivda keladigan bo'lsa mana bu ko'proq mana nima uchun ishlatiladi? To give a reason. Pastga yozay shuni. Tarjimasini yoniga qo'yib qo'yamiz. Sabab berish uchun ishlatilar ekan. Having verb uch. Mana bu aktivdagi formasi qanaqa bo'lar ekan? Having shundan plus verb 3 bo'lar ekan yoki id verb 3 deb yozib qo'ying shu narsani. Qo'yinglar shuni anoqmayliga. Endi qaranglar, bunda qanaqa passiv formasida qanaqa bo'ladi? Having mana. Having keyin qaranglar mana been qo'shilar ekanda, passivda eslaringlar, mana been degan bor perfect zamonda. Xuddi perfect zamonga o'xshab verb 3 bo'lib qolar ekan. Mana verb 3. Tushunarli-a bolalar, qaranglar. Uncha qiyin emas. Hozir misol ko'radigan bo'lsak, yana ham yaxshiroq tushunib olasizlar. Bozilsa ham mana shunaqa. Отдельно yozsakmi ekan? Mayli, отдельно yozmaylik shu narsani. Qaranglar endi bitta misol bilan yozaman. Biz o'zi sababni berish uchun bola eslaringda bo'lsa nimalar because ishlatardik, because of'larni ishlatardik, a? Masalan, because ishlatadigan bo'lsam, qaranglar. And mana of. Bundan keyin bittasida nima kelardi, bittasida nima kelar? Mana qaranglar, because dan keyin subject plus verb kelar ekan. Because of dan keyin qaranglar, noun kelar ekan. Mana noun yoki verb ing kelar ekan. Keyin mana yerda virgul o'sha biror bir gaplaringni aytasizlar, ikkinchi gap mana subject plus verb. Bunda ham xuddi shunaqa subject plus verb berilar ekan. Okay? Shuni yozay mana, qaranglar. Birinchi mana shunday qilaylik-da. Nima deb o'qib qo'ysam bo'ladi? Xo'sh. Qaranglar. Nima desam bo'ladi? O'zbekcha gap. Xo'p, qaranglar. Sivan oldim, qattiq o'qib deb qo'ysam mana. Because deb boshlay. Because I studied deb qo'yaman. Hard qattiq o'qigandim. And yo'q. Shunda virgul qo'yay. I got Sivan. Qattiq o'qib, chunki qattiq o'qigandim, Sivan oldim, lekin qattiq o'qigandim deb qo'ydim. Oddiy o'qigandim, lekin Sivan oldim deb qo'ysam ham bo'lar ekan. Qaranglar endi, ikkinchisiga aytib qo'yadigan bo'lsam, because of bilan chiqarsan. Of qaranglar. Studying bo'lib qoladi. Verb ing bilan yozadigan bo'lsam. Studying
Bunda noun ham yo'qda. Qaranglar, nounga hozir nima berishni ham o'ylantirib qo'yadi odam. Studying hard, mana hatto o'qigandim. I got C1. Tushunarli? Endi qaranglar. Bunga o'tkazib yuboradigan bo'lsam, mana havingdan oldin bitta shakli ham bor. Mana shu narsani ham yozib ketinglar. Mana shunchaki verb ing kelar ekan. Mana eng birinchi verb ing kelar ekan, keyin object kelar ekan. Mana object bitta verb kelar ekan. Objectni mana hardmi nimadirlar kirib ketadi ichiga. Subject plus o'sha verb plus yana object kelar ekan. Verb 1 mi 2 mi uni o'zing hal qila olasizlar gaplaringda. Tushunarli? Mana qaranglar. Mana shunaqa yozib ketsam ham bo'ladi sababni berish uchun. Qaranglar, ko'proq mana bu afterga ham qo'l ursak bo'ladi demoqchiman, hozir ko'ra olasizlar o'zi. Studying hard. Qaranglar, virgul I got C1 sanang bo'lar ekan. Qattiq o'qib C1 oldin deb qo'ysan ham bo'lar ekan. Xo'sh, mana. Yoki qattiq o'qishimning natijasida mana qaranglar. Qattiq o'qishim natijasida C1 oldin deb qo'ysa ham bo'lar ekan. Mana o'shani sababni berish uchun ishlatilyapti. Tushunarli? Yana qaranglar. Nima deb qo'ysam bo'ladi yana? Amerikaga borib juda ko'p pul ishladim deb qo'ysam bo'ladi. Qaranglar, mana working hard, yana hard bo'lib qolibdi-da. I earned much money. Qattiq ishlab ko'p pul topdim deb qo'ysalaring ham bo'lar ekan. Qattiq ishlashimning natijasida ko'p pul ishlab topdim, mana ko'p pul ishlab topdim. Qattiq o'qishimning natijasida o'qishga kirdim desalaring ham bo'lar ekan. Because of qo'yib qo'ysalaring ham bo'lar ekan. Mana because of qo'yib aytadigan bo'lsalaring shunchaki 7 plyusli grammatika bo'lyapti. Endi buni qo'yadigan bo'lsak, bu bilan bu boshqachada. Mana qarang, qattiq o'qish men ko'p pul topdim bo'lib qolyapti. Agar birinchi marta endi grammatikani o'rganayotgan bola bo'lsa, bu xato deb o'ylab qolish mumkin, lekin aslida qanaqa xato emas ekan. Having bilan aytib ketsak ham bo'ladi. Hozir havingni ham alohida o'rnini farq qilib aytib ketamiz sizlarga shu narsaga. Nima deysizlar? Hammada yaxshimi? Yaxshi ketyapmizmi bola? Ovoz ekran muammo yo'q. Bo'ldi, darsi davom. 4 kishi. Ketdi bola, qaranglar. Having ham o'tib ketaylik. Havingdan mana farqi verb ing bilan qo'yib ketsam, sababni aytib ketsam bo'ladi. Having ham o'sha sababni bildiradi, lekin bitta farqi bor. Mana ishlatayotganingda bilib ketasizlar. Qaranglar. Teng bo'ladi. Mana teng qilib yozib ketay. Mana shu narsani teng bo'ladi. Afterdan keyin menimcha aytganman boya. Verb ing keladi deb aytgan. Afterda. Mana bunaqa deb aytib ketdim. Yo'q, kimdir kelmaydimi shunaqa degan. Afterdan keyin mana after o'rniga ishlatsak bo'lar ekan. Mana bunaqa qilganimdan keyin yoki bunaqa qilingandan keyin deb mana aktivda ham olaylikda, passivda yozib qo'yibman men. Having mana verb 3, shuni verb 3 kelar ekan, mana teng bo'lar ekan mana afterga. Biror nima qilganimdan keyin bo'lib qolar ekan. Mana having biror nima qilganimdan keyin nimadir qilaman bo'lib. Bo'ldi. Afterga sinonim qolib ketsalaring, verb yashilga qilib qo'ying, mana unga qilib qo'ymaysiz. Buni mana uni birato'la verb ing kelish holatini buni struktura qilib yozib qo'yaylik mana shu narsani ham. Hozir. Mana to'g'ridan to'g'ri verb ing plus object, virgulmi subject plus verb plus object keladigan bo'lsa, bu sababni ifodalash uchun deb qo'yinglar mana shu narsani. Endi qaranglar. Bunga misol yozaman. Nimadir qilganimdan keyin desam. Qaranglar. After bilan olay. After nima bo'ladi? Telefoni bor-da, aniq tur. Xo'sh, nima demoqchi edim? After nima qilgandan keyin, odamlar ko'p ishlagandan keyin ular boy bo'ladi deb qo'ysamchi? Yoki odamlar boy bo'lgandan keyin mana after some people became deb qo'yaman. O'tgan zamon bo'lmasin. Hozirgi zamon bo'laversin. Become rich. Odamlar boy bo'lgandan keyin nima qiladi? They
masalan yashashadi. Luxury house deb qo'ysam, they buy mana. Luxury luxury nima desam bo'lar ekan? Qimmatroq narsalarmi? Qimmatroq narsa items deb qo'yaman. Kelmadi. Ha, 5 minut bo'ladi. Xo'p, qaranglar mana bolalar. Odamlar boy bo'lgandan keyin ular nima qiladi? Yaxshi narsalar sotib oladi, qimmatroq narsalar sotib oladi. Luxury deydi-ku. Shunaqa ma'noda aytib ketadigan bo'lsam. Endi qaranglar, buni after bilan ishlatdim. Oddiy turish qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Having mana, having becoming. Ya became bo'ladi shunda. Become'da o'zi bo'ladi. Become rich. Odamlar boy bo'lgandan keyin they buy, ular sotib oladi luxury items. Okay? Odamlar boy bo'lgandan keyin nima qiladi? Qimmatroq narsalarni expensive more deb qo'yaman ekan. Bo'ldi, hamma tushunib oldi-ku menimcha. Qimmatroq narsalar sotib oladi dedim. Qaranglar. Yana bitta misol bilan yozib oramizmi yo? Men maktabga borganimdan keyin mana after I bormoqda o'rniga bitta nimadir yo'qmi ekan? After I attend qatnashganimdan keyin xo'sh, kursga qatnaganimdan keyin deb qo'yam ekan. Ya mana after I watch TV deb qo'yaman. Televizor ko'rganimdan keyin I nima qilaman desam bo'lar ekan. I play ozroq PUBG o'ynayman deb qo'yam ekan. I play futbol deb qo'yam. Televizor ko'rganimdan keyin ozroq futbol o'ynayman. Ozroq demadim endi. Futbol o'ynayman deb qo'ydim. Endi qaranglar mana. Having watched TV, televizor ko'rganimdan keyin I play. O'tgan zaman bo'lsa played bo'lib ketadi. Shuna mana played deb qo'yay, mana played. I watched TV. I had bo'lib ketib yozayman shu narsani. I had watched. Bitta zaman farq qilish kerak-da, after bo'lsa played football. I played having watched TV. I played football. Game deb yozib o'tirman. Mana qaranglar, bu narsaga e'tibor beringlar-da, mana shu narsaga ham. Nima kelyapti, nima bo'lyapti? Xo'sh. Yashil. Bu qanaqa qilib qo'ysam ekan mana. Xo'sh, bolalar. Ekrandan shuni bitta uzoqlashib xabarlarga ham o'tib olinglar-da. Yaxshimi shu petgacha hammasi? Afterni o'rniga qanaqa clause bilan ishlatilishlarini mana qaranglar. 7+. Yo, 7+ emas. Mana yerda afterdan keyin verb ing kelish kerak-da. Bu 6+ hisoblanadi. Qaranglar bolalar. 6+ bo'ladi bu. Afterdan keyin after watching TV deb qo'ysalaring bo'lardi. Qaranglar, yozib ketamiz shuni ham. After watching TV I played football 7+. Xo'sh. Endi bu mana bu listdan 30 bo'lmadi-ku. Xullas mana bolalar qaranglar, ikkalasini farqini qaranglar, hammasini farqiga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Nimaga unaqa chiqadi? Men grammatikani sizlar mana bunaqa narsalar ishlatganmisizlar, buni ishlatganmisizlar. Endi buni ishlatish kerakmi? O'zlaring farqini tushunib olasizlar, xo'p? Xo'sh. Mana bu qanaqa grammatika hisoblanar ekan? 6, 7, 8 deb qo'yamiz. Xo'sh, strukturasini screenshotini tashlab olaylik-da. Tak. Xo'sh, rasmni ochdim bolalar, hammada yaxshimi? Bitta ko'rib olinglar, mana farqlarini o'zlaring aytinglar. Endi mana shunaqa farqi bor ekan, bo'ldi. Tushunarli bo'ldi. Rasm tasvirlashda ham yoki
part 2 ni savolida speakingda part 2 da shunaqa narsalar tushadi. Mana shu bilan ishlatib bersalaring, masalan, biror nima qilganimdan keyin bunday qilaman. Misol typical deydi, nima qilasan desa, murakkab grammatika bilan ishlasalar, speaking laringda xilma-xillik kuzatiladi-da, tushunyapsizlar-a? Yana narsa bo'lar ekan. Endi passiv bilan ko'ra olaylik, mana shuni aytganimizni. Esdan chiqib ketibdi, passiv bilan. Misol aytmoqchi edim, aytda passiv yozilgan. Xo'sh, qaranglar. Menimcha hammada yaxshi, ha? Qolganlarda ham. Tak. Ularning mehribon ruxsoni Shahzoda Gulnoza. Shahzoda Gulnoza ko'rganmi deylar buni? Bildirib yuboringlar o'zlaringda. Yaxshi tushunarsiz. Xo'sh. Xo'sh, ko'rganman, shuning uchun afterdan keyin verb ing bilmasdan after perfect va past bilan ishlatishni ko'rganman. Ha, bilib oldingiz-a, xudo xolasa yaxshiman. Menga speakingga ishlatinglar. Writing o'tgan writingga qo'yilishini ham ko'rsatib boraman. Speakingga ko'rdik-a. Typical deydi, nima qilasan desa, nimadir kimdir bilan men tortishib qoldim. Shu kechani kuni. Bilmayman, aniq esimda yo'q. Xullas shu nimadir olgan bo'lsalaring, o'shani ishlatinglar, harakat qilinglar. Endi passiv bilan ko'ramiz. Passiv. Qaranglar, passivda qanday bo'ladi dedik? Having, mana having. Shuna been plus verb 3 bo'ladi degan. Endi qaranglar, masalan, nima desam bo'ladi? Qaranglar, after pul o'g'irlangandan keyin u topilmadi deb qo'ysamchi. Pul mashinamni sotganimdan keyin yangi mashina sotib ola olmadim. Yo'q, passivda bo'lish kerak. After masalan my children were taken qayerga? School deb qo'y. Maktabga olib borilgandan keyin, bolalari maktabga olib borilgandan keyin they nima qildi? They masalan maktabga borgandan keyin unutishdi deb qo'ysamchi-ki. Forgot. Home deb qo'ysam qanday bo'ladi? Bolalar maktabga bolalar deb qo'ysam-chi mana. Bolalar maktabga olib borilgandan keyin ular unutishadi. Ha, 5 minut chiqaman o'zi. 5 bo'ldi. Bolalar maktabga borilgandan keyin ular uyda unutishadi. Endi qaranglar, buni yozadigan bo'lsak, having been taken to school. Bolalar maktabga borilgandan keyin ular unutishadi uyda. Ular uyga kam kelishadi deb qo'ysagan bo'lar ekan. Mayli, endi ketdi, forgot. Unutishgan deb qo'ysam, forgot home. Case deb qo'ysakchi, uyda unutishadi sen hali gap bo'lib qolma. Bolalar tak, mana shunaqa ekan, qaranglar mana. Been taken verb 3. Mana yerda aytganimiz xuddi o'sha struktura bilan yozildi. After bilan kelishi. After yana kelishi qaranglar. Taking bo'ladi-da, yo'q. Afterdan keyin perfectly zamonda ham mana shunaqa bo'lsa kerak. After being taken bo'larmikan shunda. Afterdan keyin ana 7 plusli strukturasini bilmadim. Mana yerda yozdik-ku, qaranglar. Hozir ko'rsatib beraman. Because qolib ketganmizmi? Boyaga yozganlarimiz qani? After watching TV deganda passivda menimcha bo'lmasa ham kerak-da. Eshitmagan ekanman uni. Eshitgan bo'lsam esimda qolmagan. Afterdan keyin hozirgi men bu 7 plus hisoblanadi. 6 plus 7 plus dagisini bilmadim lekin 8 plusini bilaman. 8,5 darajadagi. 8 dan ortiq darajadagi. 7 plusini to'g'risi menimcha yo'q yoki bizda esimizda qolmagan. Qaranglar mana. Birinchi asosiy berilgan gap. Pastdagisi esa 8 darajadagi struktura. Okey. Nima deysizlar? Yetarlimi passivga? Bitta qaroringlar o'zlaring.